Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 12-avgust o'zlarimizda Gechki meva o'ttum bozorimizda xudo xolosa uzum, shalil, tivli, shaftoli, guruch narxlarini so'ramoqqa keldik. Xudo xolosa bugun narxlarini chasumlar sifati nechik, nenniki birgalikda ko'rib chiqamiz. Videomizga bir like bosib obuna bo'lib, yaqinlara berib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Bir yandan sizlarga obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Nodir aka. Yaxshimisiz? Chasum bilan aka. Uzumlar, oq uzum. Bo'lishimi shu? Ketmasa bu. Yo'q, o'zi bo'lish bahosimi yo qaytib berlam ko'proq alana? 18 ming so'm. Buni yerligini qarang, yurtdoshlar. Xudo xolasa. Mana kilo bermaysiz saqir. Tivli shaptoncha so'm bo'ldi. 10 ming so'm. Mana yaxshi sortli, xudo xolasa, tivli shaptonlarimiz. Shalincha so'm? 10 ming so'm shalil shaftoli. Xudo xolasa, kelaversinlar. Santa Maria'cha so'm bo'ldi. 20dan Santa Maria. 20 ming so'mdan obunachilar yana ko'rganlarga xudo xolasa. Arzonchilik boshlandi. Olmacha so'm aka? Olma 8dan. 8 ming so'mdan olmalarimiz xudo xolasa. Yana qaytib berasiz bundan? Bo'lishimi? Ajoyib. Yana yurtdoshlar xudosi. Ekvalikdancha so'm bo'ldi? 390. Kilancha so'mdan tushadi shunda? 16,5 ming so'm, ha? Aha, mes limondan? 80. Bu mida sortam bor ekan, uncha so'm. 75. 75-80 ming so'mdan yana. Sitruslar ham bor. Ustansiz, borsiz. Barman, uzumcha so'mdan berdingiz? 18 ming so'm. Gap yo'q yana. Xudo xolasa, ajoyib. Yana mandarincha so'm? Onda 26. 20. Apelsindan? 30 ming so'mdan xudo xolasa. Ajoyib narxlarda kelaverasizlar yana. Sodalar baraka. Necha oldi? Neden oldu ekan usta? Ekvalita? 380. Ajoyib. Bir eskicha kilo chiqadi buni? 24,5 kilo. Xudo xolasa. Yana bu 16,5 mingdan ham arzon tushadi bu kiloga hisoblasangiz yurtdoshlar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Optim 70 atib berasiz. 15 mingga tushdi. Shunda kiloga eng arzon kuvoga 390 ming dedi. 16,5 mingga tushadi dedi. Shunda 370 ol kisa. Oho. Ajoyib. Kutamiz hammangizni. Sodalar baraka. Siz ham bormisiz? Bormi? Ava ashurda. Yine yurtdoshlar xudo xolasa kelaverasizlar. Arzonchilik. Necha so'm bo'ldi ekan? Oq uzum. Assalomu alaykum. Siz tushiribmiz? Aytavering, mevani. 12 ming so'm. Qo'lanang. Kilo 16 ming. Yine üzüm geliyortırma. Ajoyib. Qara uzum necha so'm bo'ldi? 10. 10 ming so'm. Sizda necha so'm? 15 kula. 15 ta. Ajoyib. Kilo bu berilmaydi, Verilmeydi. Karıp ki. Yine Polat alayatır bunu. Bir onu. Tivli shaftoli ne? 15. 15 ming so'm. Ben Ajoyib. Polat alayatır. Gap yo'q. Bir onu da. Bir oydanmı? Bunu al işini al ver. Ama. Ya işini al. Ekranın doğru. Shalil çasom. 15. 15 ming so'm shalil shaftoli. Ajoyib. Sodalar baraka. Yine yurtdoshlar endi shalil shaftolini yaxshi tochkasini getirdik, geldik. Yine Chasom aka, assalomu alaykum. Va undan tashqari obunachilar tivli shaftolimiz 15 ming so'm. Xudo xolasa olmoncha so'm? Alma 8 bin son pazar sayı. 8 ming so'm. Nenang, endi shaftoli. 15 ming so'm. Barcha taqdim. Ajoyib narxlarda. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ava. Baxtsiz farmon. Qani nomevalar chiqdi bugun? Bizlere ence şapkalı, gala alma, kuruşa, her xil vereceğim var. Gel. Emin yan başında kızlar ki barın. Emir optum. Ha bilmeyin. Gap yo'q. Esa taxlab turing hozir boraman, ha. Gap yo'q. Uzum. Uzumdan bo'ldi. Ma koy. Avatar 45 bin. 45 ming so'm. Bu ne? Yine yurtdoshlar xudo xolasa arzonchilar. Endi ko'p yurtdoshlarimiz so'radi, ya'ni arva qatlab berishlikcha so'm shunda topib bilamizmi deydinglar. Ağa assalomu alaykum. Bormiz, Farmon. Şükür rahmet. Qani bo'lsa assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Farmon. Qani ko'p talab bo'libdi-da, to'g'risi. Talab. Bozorga kelsak, yukimiz bo'ladi. Ko'proq bo'lishdan olmasa, necha so'mdan shu bo'lish baholarini chiqarib beradilar deydi. Yurtdoshlarimiz necha so'mdan chiqarib tursalar. Reisine qarab, gabaretine qarab.
10 so'mdan bor, 15 so'mdan bor. Yetaveradi. Ketaveradi. 20 so'mlik ham bor, 30 so'mlik ham. Bu bir sena yo'q. bir sene yo'q. Kelishib bo'laveradi. Kelishaydi, yukka qarab bosamiz. Ishu bratan, lekin respekt aytaman. Ikkinchi yil oldi chiqasiz. 15 yil oldu. 15 yil oldi. Buni o'zini klientlari ham bor. Yetadi ham buni. Xudo aşkar etadi. Birinchi sonda sayxona. Ya yo'q. Necha so'm topasiz bir kunda? Xudoni bergani 100 ming so'm, 200 ming so'm, 300 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million topgan kunimiz ham bor. Nonib ketimiz bozordan. Zakonnang. Ajoyib. Boyni balasi olib, bozor balasi oldi dedi-ku. Ha, Ashu gap lekin to'g'ri aytilgan lekin. Gap yo'q. Ina, og'amizga bir like ni bosib qo'yinglar, xudo xolasa kelaverasizlar ina. Shu tochkamda ish yerimiz bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolasa ina. Gap yo'q. Bozor issisu. Dizsi suvni eldinda, ya'ni Me Optim bozorimiz как раз sentralning o'rtasida joyda og'alarimiz o'tiradi. Gap yo'q. Ishlar omad. Ina yurtdoshlar, xudo xolasa sizlar uchun endi buyog'imizda yangiliklarimiz bor. Ya'ni yangi sitruslar, xudo xolasa sizlar uchun. Ya'ni joyimiz mo'l ketdi-ku. Astagfirullah. Necha so'm? Ina, obunachilar qaranglar. Emir Optima hozir yana sitruslar kelishdan to'xtamay turibdi. Ko'p yurtdoshlarimiz so'radi, ya'ni sitruslarning nechiklaridan bo'daysiz. Qaranglar yurtdoshlar, yurt gurushi. Akşamına geldi, obzor qildik o'zlarimiz. Mening iri gurushimiz, ya'ni buni odini gurushadi buni? 60lik. Nima deyapti u? Gurushani odam bilasizlar? Bilmaysizlar? Maktab o'qimaysizlar sizlar. Mandarin, görganlaringizdan. Apelsinlarimiz, olmalarimiz, görganlaringizdan Bongo 003, Bongo Isuzu 003. Obunachilar, yana yuklarimiz hozirlanib kelib turibdi. Kiwi, ananas, ekolita bananlarimiz. Va undan tashqari obunachilar, limonmi? Lime. Lime. Ha. Gap yo'q. Buncha so'm bu ekan? Buni yeşil 750 ming so'm. Yeşki 750 ming. Kiwi görürlerdi. Bu ne bu? Ne olay işe? Avokado bu. Avokado. Salata doğraydılar bunu. He. Arkadaşlar diyet atıp durat lan. Sen yiyese yok alıştırsan kunduk ya. Gel bu. Yine kaçak bağlasa. Gel arasına. Yine tutup başladı. Selamun aleyküm Amira. Karma var. Yine almalarım gelip tuttu. Xullas Sitrus'ta da hemme meyveden bor obunachilar. Gel arasına. Hemmemiz kütemiz. Endilikda sizlar uchun yangilik sifatida ağamız qani ağamız gel endi mana. Keng mana. Gel usta gel. Ben bilaman siz, kami 1 yil, 2-3 yil oldu chiqasiz bozorga. Bo'lsa xalq olsun deb siz donidorlar ko'p. Qimmat aytmang lekin. Qay qilmaganimiz ku. Ajoyib narxda kelishtirib aytib qarang og'a. Necha so'm olma? Aha. Eshittiribmiz siz uzakda. Aha. Gördünüz mü? Ağa belki tarım dedi ta gördünüz mü? Necha so'm? Ağa 11 miysen? 11 ming so'm. 11 miysen bu kadar alalım. 100% Messi. Miysen mi? Yek görüyor ama aslında da akşatın. Esa bir datamız lekin. Bismillah. Nerede yetiştirilgan bu? Enceçinik ağa, enceçinik. Çekke enceçinik. Özenli. Bunlar gördünüz mü ağa? Yemeke gerek mi, satmaka gerek mi? Aha. Bu rezamet üzüm ağa. Necha so'm? Kafası Voy. 15 miysen ağa. Korkuz min görsatlar, korkuz min. 15 miysen. 3 kilo geldi. Emir bakalım. Berak kadınız. Maşın basma. Durun. Bu baladım köpeği cesedim ha, hey. Görleşme de. Usta kuruş alarım mı yani? Necha so'm? Mazalı kuruş. 8 miysen ağa, 8 ağa. Diğeri şuna gelebilir. Toyçu dükkancılar. Kişmiş üzüm bana da 1 eşik kaldı ağa. 7 milyonlar kişmiş üzüm. Yaxşı. Başka yok mu? 1 eşim kaldı. Az giyenden gitti. Önce şaptalım var, ulan gitti. Önce şaptalı kalkıp durmuyor. Necha so'm? 7 milyonlar. Bolusu. Boluş 7 milyon. Şallil yok mu? Şeyler bulduk. Az yine bir resimiz geldi. Gele mi? Geldi. Masin nomeri necha? 211. 211 Damaz obunachilar, xudo xolasa. Emir amam var. Gap yo'q. Emir Optimning yangınasida xudosi joylashgan kelaverasizlar og'amiz yana. Yine üzümlerimiz, guruşlar. Zakaz to'ya. Toya dükkancılara ayta verirler. Gap yo'q. Esa zakaz uchun bir nomer ham aytib bering. 91'lik 420 94 15. İsmingiz? İsmingiz ham aytib qo'ying. Murat abi.
Dilmurat amca yana Xudo xolasa telefon açıb gələsən. Həmmə kütləmiz abunə olsalar görəcəksiniz Getski Mio optumuz azankı 9-a boladı. Like və abunə olsalar yaxınlara görək köşədən çıxmasın, kommentlərə öz fikirlər yazıb qalın. Kütləmiz kanalımız rozı üçün bizə edin abunə olun.